Vyetnam Sotsialistik Respublikasi Janubiy Sharqiy Osiyodagi eng qadimiy sivilizatsiyaga ega bo'lgan boy madaniyati, o'ziga xos tabiati va so'nggi yillarda tez rivojlanayotgan infratuzilmasi bilan tanilgan davlatdir. Davlatning rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, Vyetnamning umumiy yer maydoni 331.690 km² bo'lib, u shimolda Xitoy, g'arbda Laos va Kambodja, sharqdan esa Janubiy Xitoy dengizi bilan chegaradosh. Vyetnam hududi uzun va tor shaklda bo'lib, mamlakat shimoldan janubgacha 1650 km masofani egallaydi. Tabiiy landshaftlari juda xilma-xil. Shimoliy va markaziy qismida baland tog' qismlari joylashgan. Mamlakatdagi eng baland cho'qqi Phanxipan 3147 metr bo'lib, u ko'pincha Indoxinaning tomi deb ataladi. Vyetnamning hayotiy manbai hisoblangan ikki yirik delta mavjud. Qizil daryo deltasi Hanoy atrofida mamlakatning tarixiy markazi. Mekong deltasi dunyodagi eng unumdor xo'jalik hududlaridan biri. Guruch yetishtirish bo'yicha Vyetnamni dunyoda ikkinchi o'ringa olib chiqqan. Vyetnam iqlimi shimolda qishlari salqin va quruq, janubda yil bo'yi issiq va nam. Tabiiy boyliklari orasida ohaktosh g'orlari, tropik o'rmonlari va biologik xilma-xilligi yuqori. Vyetnamda dunyo merosiga kiritilgan ko'plab tarixiy va tabiiy hududlar mavjud. Davlat rasmiy ma'lumotlariga ko'ra 58 ta provinsiya, ya'ni viloyat va 5 ta markazga bo'ysunuvchi shaharlarga bo'linadi. Hududlar shimol, markaziy va janubiy zonalarga ajralgan bo'lib, har birining iqtisodiy yo'nalishi o'ziga xos. Shimol sanoat, ma'rifat markazi. Markaz turizm va qishloq xo'jaligi. Janub esa transport, logistika va eksport markazi sanaladi. Vyetnamning kadastr tizimi. Vyetnamning hozirgi vaqtgacha amal qilayotgan kadastr tizimi Ministry of Natural Resources and Environment, ya'ni MONRE tomonidan boshqariladi. Hujjatlar yagona markazlashgan elektron platformasi orqali ro'yxatga olinadi. MONRE huzuridagi administratsiya qoidalariga ko'ra, yer egalik hujjatlari yagona Pink Box sertifikat ko'rinishida beriladi. Yer to'liq davlat mulki hisoblanadi. Fuqarolarga foydalanish huquqi beriladi. Kadastr xaritalari GIS va raqamli platformalarga o'tkazilgan. Mamlakat kadastr tizimi yer quyidagi asosiy toifalarga bo'linadi. Qishloq xo'jaligi yerlari, o'rmon, sanoat va infratuzilma yerlari, aholi yashash va hududlari hamda maxsus muhofaza etiladigan tabiiy hududlar. Vyetnam tabiiy go'zallik, boy tarixiy meros va zamonaviy taraqqiyot uyg'unlashgan davlatdir. Mamlakatning kadastr tizimi davlat boshqaruvi ostida markazlashgan bo'lib, raqamlashtirish ishlari keng ko'lamda olib borilmoqda. Shuningdek, 58 ta provinsiya va 5 yirik shaharlarni o'z ichiga olgan Vyetnam hududiy tuzilmasi iqtisodiy rivojlanish bilan Osiyodagi eng barqaror hududlardan biri hisoblanadi.